okele. Voy, mashallah. Aradan qaraydi. Okele, assalomu alaykum. Mana biz Allohning mo'jizasi asarlarni ko'rish keldik. Mashallah. Расплодlar antilar. Asarlarni sekin boshlayapti aralarimizni. Asal ko'rsataman. Okele, ikkinchi yashigimizdan ochyapmiz, xudo xolisa. Mashallah. Voy, mashallah. Asarni qaraydi, mana. Okele, kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada tavsiyalar aralarni asalni olishni kim o'rganmoqchi bo'lsa, kim yo'lga qo'ymoqchi bo'lsa, xudo xolisa yo'l yo'rig'ini ko'rsatamiz inshaalloh. Kimga qiziq bo'lsa, bitta shuncha mehnatimizga okele bitta like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin okele. Qilayotgan kontentlarimiz hammasi xalq uchun. Tabiiy asal yeyman deydiganlar murojaat qilinglar, xudo xolisa toza asal o'zimizdan mana. Mana okele, mashallah. Bolalayapti asallarimizni. Asal yig'yapti Asal ikkinchi yig'yapti kachkaga. ikkinchi kachkadagi. Voy, mashallah. Sizlarga kadr orqasidagi insonni inshaalloh hali ko'rsataman. Xudo xolisa butun xalqimiz taniydigan, el suygan odam. Faqat sizlarga hozircha sir. Xudo xolisa o'zi vaqt soati keladi, inshaalloh ko'rsatamiz, xudo xolisa. Voy, mashallah. Asal. Voy, mana. Asallarni qo'ygan teshikchilarida asallarni yig'ib qo'yishyapti asal aralarimizni. Boshqasini ko'rsataman. Mana shunaqa. Ko'rsatasiz. Mana okele. Asal yig'yapti, bolalagan. Mashallah.